Bir xodim keldi bir kun. Mehrin aka, siz bilan bir gaplashmoqchiman. Meni topayotgan hozirgi pulim yetmayapti. Oyligimni ko'tarib bersangiz deb aytib qoldi. O'z-o'zidan tabiiyki menda savol tug'ildi. Men tadbirkorman. Tadbirkorlar bilasiz, o'zidan o'zi kimgadir shunchaki xodim oyligimni oshiring degan uchun oyligini oshirib qolmaydi. Savol berdim. Nimaga sizni oyligingizni oshirishim kerak? Shu yaxshi xodim bo'lganligim uchun, siz bilan doimiy ishlayotganligim uchun. Buni o'zi kamlik qiladi dedim. Ya'ni siz kabi xodimlar men atrofimda juda ham ko'p. Xuddi sizdek bo'lishi uchun nari borsa bir hafta vaqtim ketadi deb aytganimdan keyin xafa bo'ldi. Bo'pti dedim. Mayli, xodimim xafa bo'lmasin dedimda, keling bir ish qilamiz dedim. Hech bo'lmaganda dedim, menga bir 500 minglik kurs topasiz. Farqi yo'q, qaysi sohada, nimada bo'lishidan qat'iy nazar. Hech bo'lmasa onlayn kurslarda bir 500 minglik aqalli kursda o'qib bersangiz, men oyligingizni 500 mingga oyiga ko'tarib beraman dedim. Qimmatroq kursda o'qisangiz oyligingizni o'sha nima xarajat qilgan bo'lsangiz, shundan yuqorisi bilan oyligingizga qo'shib beraman. Ma'qulmi desam, xodimim bunga ko'nmayapti. Ya'ni men 500 ming xarajat qilib nima qilaman, o'zi shundoq ham oyligim kam-ku deya e'tiroz bildirdi yana. Mayli, unda oyligingiz o'zgarishsiz qoladi deb aytdim va shundan keyin bu bir-birimizni fikrimizni tushunmadik va ma'qullamadik. Bu borada siz nima fikr bildira olasiz? Inson o'zini rivojlantirsa, shu orqali ko'proq pul topish imkoniyatiga ega bo'lsa, nega uni ozrog'ini o'zini bilimini rivojlantirishga sarflamaslik kerak? Izohlarda iltimos fikringizni yozib qoldiring. Bu ma'lumot menga juda ham qiziq.